Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrdon o'quvchilar, bugun sukunli nun va ixfa qoidalaridan bo'lgan oxirgi 4-chi muhim qoidani o'tamiz inshaalloh. Demak, bundan oldin biz o'tgan 3ta qoidani bir takrorlab olamiz va bahonada alifbodagi harflarni ham tartibi bo'yicha takrorlab olgan bo'lamiz. Demak, eslab olaylik, alifbo o'ylaymanki hammamizning esimizda tartibi bo'yicha sukunli nun va tanvin qoidalaridan bo'lgan qoidalarni ko'rdik. Birinchisi qaysi qoida edi? Izhor qoidasi, ya'ni sukunli nun yoki tanvin, oddiy qilib aytganda sukunli nun o'zi ba'zi bir harflarga uchraganda izhor qilib hech qanday ulashsiz, qo'shish, yashirishsiz o'qiladi. O'zi boricha o'qiladi. Ular demak, qaysilar? Bu yerdan boshlasak, ha, xo, ayn, g'oyn, hamzani o'rnida alifni yashirib yubordik, ya'ni alifni hamzaga berib yubordik desak ham bo'ladi. Hamza va ha, eng yumshoq bizdagi ha. Demak, mana shu 6tasi izhorga kirar edi. Siz ham taklifimiz mana shunday holatda alifboni agar yodlamagan bo'lsangiz, mana shunday alif, ba, ta va hokazo, mana shu holatni miyangizga muhrlab oladigan bo'lsangiz, qoidalarda ham juda qo'l keladi bu. Ya'ni bo'lib yuborishda. Mana shunday ixfo, iqlob va hokazo boshqa qoidalar shamsiy qamariyda ham qo'l keladi, ya'ni ko'z o'ngingizda tasavvur qilishga qulay bir ko'rinish. Demak, izhordan keyingi o'tgan narsamiz qaysi edi? Idg'omni o'tgandik. Idg'om ya'ni bir narsani, ya'ni bir harfni ikkinchisiga kirgizib yuborish yoki oddiy qilib aytganda nunni ichiga kirgizib o'qish edi. Va albatta esingizda qaysi qoida edi? Yarmalun. Demak, mana bu ikki harf ham kirardi. Ro, mim, nun va albatta ajratganimizning sababi lam qanaqa edi? G'unnali va g'unnasiz edi. G'unnasizga ro va nima kirardi? Lam kirar edi. Demak, mana bu 4tasi esa g'unnali idg'om edi. Demak, ko'rdik, izhor, idg'om va yana bir qoidamiz bor. U qaysi edi? Iqlob edi. Iqlob endi juda sodda edi, ya'ni sukunli nun baga uchrab qolsa edi, nunni mingga almashtirib o'qish. Bu albatta esimizda shunchaki takrorlab olish qildik. Demak, mana shu belgilangan harflar sukunli nun yoki va tanvin qoidalarining 3ta qoidasi. Qolganlari esa bugungi ixfo mavzuyimizga to'g'ri keladigan, ya'ni qolgan mana shu barcha harflar sizlar bilan sanab olamiz. Ta, fa, jim, dal, zal, sin, shin, sod, bod, to, vo, fa, qof, kaf. Sanaymiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Demak, ko'rib turganingizdek, mana shu harflar biz bilishimiz kerak bo'lgan ixfo qoidasi ekan. Endi ixfo aslida nima? U qanday qilib biz ixfoni talaffuz qilamiz? Ya'ni qanday ishlaydi aslida ixfo? Keling, mana shuni ko'rib olaylik. Sizning hozir vazifangiz mana shu ko'rinishni yozib olgan holda bo'lishni ham o'zingizga qulay holatda bo'lib oling. Ya'ni tasavvur qilganingizda ham belgilab olishingiz qulay bo'lishi uchun. Va davom etamiz. Demak, hozirgi ko'rgan 15ta harfimiz, ya'ni ixfo harflari sukunli nun yoki tanvinga uchraganda qanday hodisa ro'y beradi? Bunda ko'pchiligimiz, yana ba'zi birlarimiz savol berishdi. Biz endi sukunni mana bunday o'rganganmiz. Gohida biroz boshqacharoq, ya'ni ulanmagan holatda ham ko'rib qolishingiz mumkin. Damma mana bunday bo'ladi. Sukunning boshqacharoq ko'rinishi esa ulanmagan, xuddi shuni ulanmaganrog'i. Qandaydir biroz ulashgan, mana shunga o'xshash bir holatda. Kuzatsangiz adashib ketmang. Dammaga o'xshatib yubormang.
Faqat xuddi sukun, faqat bir yeri, bir uchi uzib qo'yilganga o'xshaydi mana shunday. Demak, ixfa harflari qanday talaffuz qilar ekanmiz? Bu biroz biz ko'rgan 3 ta qoidadan ko'ra biroz sizga murakkabroq tuyulishi mumkin, lekin harakat, mehnat, mashqlar orqali albatta sizda ham chiqadi. Hozirning o'zidayoq siz talaffuzni qila olishingiz mumkin. Bu bajarib bo'lmaydigan bir vazifa emas. Demak, sukunli nun misol uchun jimga uchradi. Jim. Qanday talaffuz qilamiz? Ixfo deganda yashirish deya tushunishimiz kerak. Bir narsani ikkinchi narsaning ichiga yashirish, bu kirgizib yuborish degandek boshda esingizda bo'lsa. Bu endi kirgizib butunlay kirib ketmaydi, yashirinadi, lekin ko'rinib turadi. Ya'ni yashiringan narsa baribir oshkor bo'ladi deyishganidek, sukunli nun jimning ichiga yashirinishga harakat qiladi. Bu qanday bo'ladi desangiz, siz mana man jaa deyishdan oldin nni aytishdan oldin tilingiz jimning mahrajiga borib turadi. Tilingiz n demasdan oldin jimga yo'naladi, ya'ni n o'zining n deganda n bizning tilimiz tepa, ya'ni tepa tishlarga va tanglayga teggan holatda chiqadi. U endi n ni mahrajini bilasiz. N deb ko'rsangiz ana shu mahraj. J deb ko'rganda esa mahraj J da boshqa, orqaroqda. J. Bir aytib ko'ring, n deng, keyin J deng. Biz shu holatda n demasdan n ni J ga yashiramiz. N ni J ga qanday yashiramiz desangiz, maj demaysizda, maj deyishdan oldin o'sha J ga tilingiz olib borayotgan holatda n ni talaffuz qilishga harakat qilasiz, ya'ni yashirib. Mana ko'rdingiz, xuddi men n deyapman, lekin negadir n boshqacha eshitilyapti. Mana man deganda men haqiqatda n ni aytyapman. Man endi esa J ga yashiramiz. Manja. Tushundingiz-a? Demak, biz nima qilyapmiz? J ning mahrajiga n ni yashiryapmiz. Bu ixfo. Esingizda bo'lsa, idg'omda qanday edi desangiz, idg'omda biz butunlay kirgizib yuborardik nunni va ikkilan. Agar men shu yerda hozir idg'om qilmoqchi bo'lsam, endi bu xato albatta, lekin siz tushunib olishingiz uchun. Ixfoda kirgizib yuborib buni ikkilantirardik. Majja, ko'rdingiz, ixfo aslida o'xshamaydi, lekin harakat qilsangiz go'yo j ni ikkilantirib tashdid bilan o'qishingiz kerak bo'lib qolardi. Agar idg'om bilan o'qimoqchi bo'lsangiz, ya'ni ichiga kirgizib yuborib, uni iloji ham yo'q. Majja bo'lmaydi. Shuning uchun yashiramiz. Yana qaytaraman. J ning mahrajiga nunni yashirib yuboramiz. Manja. Man emas, manja. Ko'proq eshiting, ko'proq talaffuz qilishga harakat qiling va albatta o'zingiz bilishingiz gohida qiyin bo'ladi boshida. Eshittirib ko'ring. O'xshayaptimi, yo'qmi? Boshqa bir insonga eshittirgan holat, ya'ni shu sohada bo'lgani ma'qul. Demak, keyingisi mana bu bizda nima edi? Ko'pchilikda yana savol tug'ilishi mumkin. Bu tanvin, ha? Biz tanvinni aslida mana bunday o'rgangandik va bu gohida mana bunday ko'rinishda ham kelish ehtimoli bor. Mana shunday ko'rinishda ham ko'rgansiz siz. Bu ikkalasi bir narsa. Endi esa gohida tanvin biroz boshqacha keladi. Va nega boshqacha keladi dedi. Bu endi ikkalasi deyarli bir narsa, biroz shakli boshqacha. Shuni tushunib oling, farqi yo'q. Endi esa mana bu biroz endi boshqacha ko'rinish. Ya'ni ikkita dammani xuddi yonma-yon qo'yib qo'ygandek bo'lyapti. Bu qachon ishlaydi desangiz, bu ham sizga bir yordam. Bu nimani bildiradi desangiz, bu tanvin, ya'ni un deyapmiz-a? Ana shu unning nisi demak qandaydir bir qoidaga yo'liqdi deb sizni ogohlantiryapti. Agar mana bunday bo'lganda edi, ha, demak hech qanday qoidaga yo'liqmabdi. Biz bilganimizcha o'qiymiz. Ya'ni un deb o'qiymiz. Buni ko'rdingizmi? Biroz boshqacharoq tanvin dammani. Bu tanvin damma. To'g'ri? Shuni ko'rdingizmi? Demak, bilingki, sukunli nun yoki tanvin o'sha biror bilgan qoidalaringizdan biriga yo'liqdingiz. Endi siz qaraysiz va ana shu harf siz bilgan qoidalarning qaysi harfi edi? Shuni eslagan holatda nima qilamiz? Qoidani
ishlatamiz, ya'ni amalda sinaymiz. Qof ixfoga kirar edi dedingiz va endi keling o'qiymiz. Aslida azabun qorib. Mana bu ham ko'ryapsizmi? Demak, o'zidan keyin yana qandaydir qoida bor. Mayli, u boshqa masala. Hozir bu yer. Azabun qorib. Demak, mana shu yerda biz mana bu unning nisini azabu deb olasizda, bu dedikda nini endi olib borib qofning mahrajiga yashiramiz. Azabun deb tursam siz bilasiz. Ana endi, ya'ni nini aytyapman. Endi qofning mahrajiga olib borib nini aytmoqchi bo'lsam, bon albatta boshida biroz boshqacharoq eshitilishi mumkin, lekin sizga tushunarli bo'lishi uchun biroz bo'rttirib o'qiyapman. Azabun qoga bordim, ko'rdingizmi? Qoga olib borgan holatda mahrajni nini talaffuz qilishga harakat qilyapman. Ya'ni yashirdimu baribir bilinib qoladi. Ya'ni ana shu o'zi qoida. Butunlay kirgizib yubormaysiz. Biroz buyoqroqda, ya'ni biroz ko'rsatib, ni borligini ko'rsatib o'qiysiz. Azabun qorib. Ikkilantirganda endi u qo'pol xato bo'lardi. Azabu qorib bo'lib qolardi. Yo'q. Unday emas. Demak, mazmunini o'ylaymanki tushundik. Juda ham sodda, juda ham oddiy. Faqat ixfo harflar, ana shu 15 ta harfni yodlab olsangiz va har biriga kamida 3 tadan misol topasiz. 15 ta harfning har biriga 3 tadan misol topishga harakat qiling. Kitoblardan qidiring. Umuman kamida mayli yo'q deganda bitta misol topishingiz kerak bo'ladi. Ko'pi bilan 3 ta. Ana shunday qilib topib misollarni va albatta eshitib ko'ring. Shunchaki o'zingiz birdan kirishib ketib o'qishga kirib ketishdan oldin eshiting, albatta. Qorilarni, ya'ni o'sha dasturlaringiz, telefondagi programmalar orqali yoki boshqa bir yo'l orqali eshitib ko'ring. Iltimosimiz shu. Demak, bugungi mavzuyimizning asosiy mazmuni, ya'ni ixfo, yana aytamiz, sukunli nunni yoki tanvindagi nni ixfo harfining mahrajiga yashirib yuborish orqali biz mana shu qoidani amalga oshirar ekanmiz. Biroz to'g'ri qiyin bo'lishi mumkin boshlanishida bu. Yana aytaman, boshlanishida. Agar sizga tushunarli bo'lmasa, savollar tug'ilsa so'rang, harakat qilamiz birgalikda ko'rib chiqishga. Va yana bir qo'shimcha ma'lumot, buni qayerdan bilishimiz mumkin, o'xshayaptimi yo'qmi desangiz, gohida mana shuni yashiramandami, jni yashirgan holatda eng yuqori darajadagi o'xshashi buni, ya'ni yuqori darajada chiqara olishingiz siz ixfoni. Men hozir mana shu yerda man degandagi nimaning ichiga yashirayotganimni siz aytib bera olishingiz darajasida chiqara olsangiz, bu endi ancha mahorat hisoblanadi. Ya'ni men man emas, mana nimagadir yashiryapman, siz shuni nimaligini oldindan aytib bera olsangiz. Misol uchun qofni ayta olasiz. Azabun deganimda, ha bo'ldi, bu hozir qofni aytadi desangiz, demak sizda ancha mahoratli darajada chiqyapti ixfo degan mazmun. Mana shunday ma'lumotlarni ham o'rganganmiz. Demak, eslab qolamiz, yozib olamiz, mashq qilamiz va ko'proq tinglang. Hozircha ko'proq tinglang va harakat qiling ana shu tinglaganingizga o'xshatishga. Bugunga o'tmoqchi bo'lgan asosiy ma'lumotlarimiz shu. Hali qo'shimcha yana ustozning darslaridan, ya'ni Jahongir qori Ne'matovning darslaridan yana joylashga harakat qilamiz. Ana u yerdan ham mana shu narsalarni yuqori mahorat ila tushuntirganlar. Bu biz hozir imkon qadar soddalashtiryapmiz, sababi biz hali endi boshladik. Ya'ni biz chuqur kiradigan bo'lsak, biroz boshida aytganimizdek qiyinchilik tug'ilib qolishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar soddalashtirdik, sizga tushunarli bo'lishi uchun. Ana shundan keyin siz qo'shimcha ma'lumotlar qidiring, ixfoga bog'liq bo'lgan. Ustozlar boshqa bir darsliklarni varoqlab, o'rganib, ana shunda ilm mustahkamlanib boradi inshaalloh. Allohga omonatsiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.